Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni aytmoqchiman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim pensionerlarning pensiya to'lovi yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjat topshirilmagani sababli vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu gap hammani qo'rqitish uchun emas, balki odamlar vaqtida harakat qilib o'z pulini kechiktirmasdan olish uchun aytilmoqda. Ayniqsa, yashash joyi o'zgarganlar, nogironlik bo'yicha pensiya olayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar, chet elga chiqib kelganlar, bank kartasi yoki hujjatlarda o'zgarish bo'lganlar bu ma'lumotni oxirigacha eshitish shart. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha odamga oxirgi kunda emas, oldindan kerak bo'ladi. Men avvalo masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiya tizimida har oy pul avtomatik ravishda tushadi. Lekin bu avtomatiklik butunlay nazoratsiz degani emas. Davlat pensiya tayinlaganda yoki to'lovni davom ettirganda fuqaroning tirikligi, yashash joyi, nogironlik muddati, o'qish holati, bank rekvizitlari, oilaviy holati, ishga kirgan-kirmagani kabi ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Oldin ko'p holatda odamlar bir marta hujjat topshirib, keyin yillar davomida pensiyasini olib yuraverardi. Ayrim ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Ayrimlari esa mahalla, tibbiyot muassasasi, bank yoki boshqa idoralar orqali aniqlanardi. Endi esa tizim ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham, xavfli tomoni bilan ham bor. Yaxshi tomoni shundaki, ko'p ma'lumotlar avtomatik keladi. Odam idora yurmasligi kerak. Lekin xavfli tomoni shundaki, agar elektron bazada siz haqingizdagi ma'lumot noto'g'ri chiqsa, eski bo'lsa yoki umuman ko'rinmasa, tizim sizni muammoli holat sifatida ko'rsatishi mumkin. Shunda pensiya darhol butunlay bekor bo'lib ketmaydi. Lekin to'lov vaqtincha ushlab turilishi, aniqlashtirish so'ralishi yoki sizdan yangi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Masalan, odam doimiy yashash manzilini o'zgartirgan, lekin pasport yoki ID karta bo'yicha ro'yxatdan o'tish ma'lumoti tizimda yangilanmagan. Yoki nogironlik muddati tugagan, lekin yangi tibbiy xulosa hali bazaga kiritilmagan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, farzand 18 yoshdan oshgan. Lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida berilmagan. Mana shunday holatlarda tizim bu odamga to'lovni davom ettirish uchun asos bormi degan savolni ko'taradi. Agar asos hujjat bilan tasdiqlanmasa, pul kelish kechikadi. Oldin ko'p pensionerlar uchun asosiy hujjatlar pensiya tayinlash vaqtida yig'ilardi. Pasport, mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchining vafoti haqidagi guvohnoma va boshqa hujjatlar. Pensiya tayinlangandan keyin odam faqat pulini olib yurardi. Agar biror muammo chiqsa, odatda mahalla, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki bank orqali chaqirishardi. Hozir esa ayrim toifalar bo'yicha ma'lumotlarning muntazam yangilanib turishi talab qilinadi. Chunki pensiya faqat men oldin topshirgan degan gap bilan emas, ayni hozirgi holatingiz bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odamning holati ko'pincha barqaror bo'ladi. U 60 yoki 65 yoshga yetib pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi odatda har oy qayta isbotlanmaydi. Lekin nogironlik pensiyasida muddatli xulosa bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyada farzandning yoshi, o'qishi, nikoh holati, ba'zan ishga joylashgani ahamiyatli bo'lishi mumkin. Chet elda uzoq muddat bo'lgan pensionerlar bo'yicha ham ayrim tasdiqlash tartiblari bo'lishi mumkin. 10 oktyabr atrofidagi ogohlantirishning mazmuni ham shundan iborat. Agar sizdan yangilangan ma'lumotnoma, o'qishdan ma'lumotnoma, tibbiy xulosa, yashash joyi yoki bank rekvizitlari bo'yicha tasdiq so'ralgan bo'lsa, bunga beparvo qarash mumkin emas. O'tgan oy tushgan-ku, bu oy ham tushadi deb o'tirish xato bo'lishi mumkin. Chunki to'lovlar ko'pincha avvalgi oyning ma'lumotiga qarab ketadi. Lekin keyingi oyda aniqlashtirish talab qilinsa, pul ushlanib qolishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar tekshirish kerakligini aniq aytaman. Birinchi guruh: nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Agar sizning tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosangiz muddatli bo'lsa, uning tugash sanasini albatta tekshiring. Masalan, xulosa 1 oktyabrgacha amal qilgan bo'lsa, siz 10 oktyabrga kelib yangi xulosa rasmiylashtirilmagan bo'lsangiz, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Bu yerda gap sizning kasalligingiz yo'qoldi degan emas. Gap huquqiy asos hujjatda yangilanishi kerakligida.
ikkinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Ayniqsa 15 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar. Faraz qilaylik, otasi vafot etgan oilada 19 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti. U institutda kunduzgi shaklda o'qiydi. Lekin yangi o'quv yili boshlangandan keyin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, tegishli idoraga topshirmagan. Tizim esa uni 18 yoshdan oshgan deb ko'radi va u hali ham pensiya olish huquqiga egami deb tekshiradi. Agar o'qish tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. 3-guruh yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Masalan, odam Samarqanddan Toshkentga ko'chib keldi, lekin ro'yxatdan o'tish bank filiali. Pensiya ishining hududiy biriktirilishi bo'yicha ma'lumotlarni yangilamadi. Natijada eski hududda uning ma'lumoti turibdi, yangi hududda esa to'liq ko'rinmayapti. Bu pul umuman yo'qoladi degani emas, lekin to'lov kechikishi qo'shimcha ariza yozish yoki hujjat topshirish kerak bo'lishi mumkin. 4-guruh chet elga chiqib kelganlar yoki uzoq muddat chetda bo'lganlar. Ayrim holatlarda pensionerning tiriklik holatini, yashash manzilini yoki O'zbekistondagi hisob raqamini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner Rossiyada farzandinikida 5 oy bo'lib keldi. Bu o'z-o'zidan pensiyani bekor qilmaydi, lekin tizimda yashash joyi. Bank operatsiyasi yoki shaxsiy tasdiq bilan bog'liq savol paydo bo'lsa, odamdan qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. 5-guruh familiyasi, ismi, pasporti, ID kartasi yoki bank kartasi o'zgargan pensionerlar. Masalan, ayol kishi nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiya turibdi. Yoki ID karta yangilangan, ammo bank hisob raqamidagi ma'lumotlar eski pasport seriyasi bilan qolgan. Shunda to'lov tizimida mos kelmaslik paydo bo'ladi. Pul bor, huquq bor, lekin texnik nomuvofiqlik sababli kechikish bo'ladi. Endi men kimlar hatdan tashqari xavotir olmaslik kerakligini ham aytaman. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, sizdan hech kim yangi ma'lumotnoma so'ramagan bo'lsa, odatda har oy pensiya kelishda davom etadi. Lekin bu umuman tekshirmayman degani emas. Hech bo'lmasa telefon orqali yoki elektron xizmatlar orqali holatingizni bir marta aniqlashtirib qo'yish zarar qilmaydi. Agar sizning nogironlik xulosangiz muddatsiz bo'lsa, ya'ni qayta ko'rik sanasi belgilanmagan bo'lsa, muddat tugashi bo'yicha xavf kamroq. Lekin shaxsiy ma'lumotlar, bank kartasi, yashash joyi kabi masalalar baribir muhim. Agar siz o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini voyaga yetmagan farzand uchun olayotgan bo'lsangiz, bola 12 yoshga yetmaguncha odatda har yili o'qish ma'lumotnomasi talab qilinmaydi. Ammo bola 15 yoshga to'lganda vaziyat o'zgaradi. Shu sanani oldindan bilib yurish kerak. Yana bir muhim jihat, pensiya vaqtincha to'xtasa, bu har doim ham endi pulingiz kuyib ketdi degani emas. Ko'p holatda odam kerakli hujjatni olib keladi. Ariza yozadi, ma'lumotlar tiklanadi va to'xtagan davr uchun pul qayta hisoblab berilishi mumkin. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Odam doriga pul kerak bo'lgan paytda, kommunal to'lov qilish kerak bo'lgan paytda, oziq ovqat olish kerak bo'lgan paytda bir oy kutib qolishi juda qiyin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya masalasida kechikishning oldini olish. Kechikkan pulni keyin qo'yib yurishdan ancha oson. Birinchi misolni olaylik. 6-7 yoshli Akmal aka yoshga doir pensiya oladi. U har oy 1.900.000 so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi amal qilish muddati sentyabrda tugagan. Lekin u yangi kartani olmagan. Oktyabrda pensiya hisoblangan bo'lsa ham, karta faol bo'lmagani uchun pulni yecha olmaydi yoki to'lov qaytishi mumkin. Akmal aka pensiyamni bloklab qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya huquqida emas, bank rekvizitida. Lekin natija bir xil. Odam pulni vaqtida olmaydi. Bunday vaziyatda yangi karta ochish, bank rekvizitini pensiya jamg'armasi yoki mas'ul tashkilotga yetkazish kerak bo'ladi. Ikkinchi misol, 20 yoshli Dilnoza otasidan keyin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U universitetda kunduzgi ta'limda o'qiydi. O'tgan yili ma'lumotnoma topshirgan. Shuning uchun bu yil ham o'zi avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Lekin yangi o'quv yili uchun o'qish holati tasdiqlanmagan. Natijada oktyabr oyida to'lov to'xtaydi. Dilnoza dekanatdan ma'lumotnoma oladi, ariza bilan topshiradi. Keyin to'lov tiklanadi. Lekin u shu orada yo'l kira, ijara, ovqat puli bo'yicha qiynalib qoladi. Demak, bu yerda bitta qog'ozni kech topshirish butun oilaning oylik rejasini buzadi. 3-misol. 2 guruh nogironi bo'lgan Zaynab opa har 2 yilda qayta ko'rikdan o'tadi.
Uning xulosasi 3 sentyabrda tugagan. U o'zini yomon his qilgani uchun shifokorga borishni kechiktirgan. Uning oktyabrga kelib tizimda yangi xulosa yo'q. To'lov ushlanadi. Keyin Zaynab opa hujjatlarni yig'adi, komissiyadan o'tadi, xulosa yangilanadi. Ammo jarayon 10 kun emas, ba'zan 20-30 kun ham cho'zilishi mumkin. Shuning uchun qayta ko'rik sanasi yaqinlashganda oxirgi kunni kutmaslik kerak. 4-misol. Mahmud aka qishloqdan shaharga ko'chib, o'g'lining uyida yashay boshlaydi. Pensiya eski manzil bo'yicha rasmiylashtirilgan. Bank kartasida muammo yo'q, lekin pensiya jamg'armasi bo'limidan unga xabar kelgan. Ma'lumotlarni yangilash kerak. U esa baribir pul tushyapti deb bormagan. Keyingi oy to'lovda kechikish bo'lgan. Sabab shuki, manzil va pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlar aniqlashtirilmagan. Bu oddiy masala, lekin vaqtda qilinmasa odamni bezovta qiladi. Men sizga eng ko'p uchraydigan nozik joylarni aytaman. Birinchisi, telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodini, plastik karta PIN kodini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qaysi rasmiy idora sizdan SMS kod yoki karta PIN kodini so'ramaydi. Pensiya masalasini faqat rasmiy bo'lim, Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy ofisi yoki rasmiy elektron portal orqali hal qiling. Ikkinchisi, ma'lumotnoma kerak emas. Hammasi bazada bor degan gap hamma holatga to'g'ri kelmaydi. Ko'p ma'lumotlar bazada bo'lishi kerak. Lekin bazaga ma'lumot kech tushishi, noto'g'ri kiritilishi yoki boshqa idora bilan almashinuvda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun muhim holatlarda qo'lingizda qog'oz yoki elektron tasdiq bo'lgani yaxshi. Masalan, o'qishdan ma'lumotnoma olgan bo'lsangiz, uning nusxasini saqlang. Tibbiy xulosa yangilangan bo'lsa, raqami va sanasini yozib qo'ying. Ariza topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhrni so'rang. Uchinchisi, pensiya to'xtatilsa, darhol janjal qilishdan oldin sababini aniqlang. Sabablar turlicha bo'ladi. Hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bank kartasi yopilgan bo'lishi mumkin. Familiya mos kelmasligi mumkin. Yashash manzili yangilanmagan bo'lishi mumkin. O'qish holati tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan turib yechim topish qiyin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam davlat pensiyamni kesdi deydi. Tekshirilsa karta muddati tugagan bo'ladi. Yoki mening pensiyamni bekor qilishdi deydi. Aslida faqat bitta ma'lumotnoma yetishmaydi. 4-si, pensiya turi bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya va boshqa to'lovlarning shartlari bir-biridan farq qiladi. Bir qo'shningizdan eshitgan gap sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, qo'shningizga o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lgan bo'lsa, sizga kerak bo'lmasligi mumkin. Yoki sizga nogironlik xulosasi kerak bo'lsa, yoshga doir pensiya oladigan qo'shningizga bunday hujjat kerak emas. 5-si, hujjat topshirish muddati bilan pul tushish sanasi bir xil narsa emas. Siz hujjatni 9 oktyabrda topshirdingiz, lekin to'lov reyestri 7 oktyabrda shakllangan bo'lishi mumkin. Shunda pul shu oy kechikishi, keyingi to'lovda qo'shib berilishi yoki alohida hisoblanishi mumkin. Bu holatda qabul qilingan ariza raqamini saqlang va qachon tiklanishini yozma yoki rasmiy javob bilan aniqlashtiring. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Agar o'zingiz bilmasangiz, pensiya daftarchasi, bankdagi to'lov ma'lumoti yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan so'rab aniqlang. Chunki qaysi hujjat kerakligi aynan pensiya turiga bog'liq. Ikkinchi qadam, hujjatlarning amal qilish muddatini tekshiring. ID karta yoki pasport, bank kartasi, nogironlik xulosasi, o'qishdan ma'lumotnoma, vasiylik yoki homiylik hujjati, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat, yashash joyi ro'yxati, bularning har biri muhim bo'lishi mumkin. Har bir hujjatda sana bor. Ana shu sanalarni ko'rib chiqing. Ayniqsa, nogironlik xulosasi va talabalik ma'lumotnomasida muddat juda muhim. 3-qadam, agar siz talaba bo'lsangiz yoki farzandingiz uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda talabaning familiyasi, ismi, tug'ilgan sanasi, o'qish shakli, kursi, ta'lim muassasasi nomi, o'quv yili va kunduzgi ta'limda o'qish ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sirtqi, kechki yoki masofaviy ta'lim bo'yicha shartlar boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan sizning holatingizni rasmiy idoradan aniqlang.
To'rtinchi qadam, nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, tibbiy xulosa muddatini tekshiring. Agar qayta ko'rik sanasi yaqinlashgan bo'lsa, oilaviy poliklinika yoki tegishli tibbiyot muassasasiga boring. Kerakli tahlillar, shifokor ko'riklari, yo'llanma va komissiya hujjatlarini oldindan tayyorlang. Bu jarayon bir kunda bitmasligi mumkin. Shuning uchun hali vaqt bor deb yurish xavfli. 5-qadam, bank kartangiz va hisob raqamingizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Familiya va pasport ma'lumotlari bankda to'g'rimi? Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya tushadigan hisob aynan shu kartaga bog'langanini tekshiring. Ba'zan odam yangi karta oladi, lekin pensiya eski hisobga ketaveradi yoki qaytadi. 6-qadam, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. Faqat men hozir shu yerda yashayman deyish yetarli emas. Hududiy bo'limga ma'lumot berish. Kerak bo'lsa, pensiya ishini yangi hududga o'tkazish talab qilinishi mumkin. Agar qaysi bo'limga borishni bilmasangiz, eng yaqin davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan yo'nalish so'rang. 7-qadam, ariza yozganda aniq yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumotlarimni yangilab berishingizni, to'lov holatini tekshirishingizni va to'xtatilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, JSHR, pasport yoki ID karta ma'lumoti, manzil va pensiya turi ko'rsatilgani yaxshi. Arizani topshirgandan keyin qabul qilingan sanasi va raqamini oling. 8-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin asl hujjatni ham yo'qotmang. Agar idora hujjat kelmagan desa, sizda dalil bo'lishi kerak. Ayniqsa, talabalik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, ariza qabul qilinganligi haqidagi tasdiq juda muhim. 9-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Mahalla gaplari, Telegramdagi noma'lum xabarlar, qo'shnining aytgani, bank oldidagi navbatda eshitilgan gaplar asosida xulosa qilmang. Har bir hududda amaliy tartibda mayda farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z ismingiz, JSHR va pensiya turi bo'yicha rasmiy tekshiruv qiling. Agar telefon orqali tushuntirish yetarli bo'lmasa, shaxsan boring va yozma javob so'rang. 10-qadam, keksalar va yolg'iz pensionerlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz hujjat muddatiga, elektron bazaga, SMS xabarga yaxshi tushunmaydi. Ular pul tushmay qolsa keyin bilamiz deb o'tirishi mumkin. Farzandlar, nabiralar, qo'ni-qo'shnilar yordam berishi kerak. Bir marta hujjatlarni ko'rib chiqish, bank kartasini tekshirish, kerak bo'lsa bo'limga olib borish katta muammoning oldini oladi. Birinchi savol: agar pensiya 10 oktyabrdan keyin tushmasa, nima qilaman? Men avvalo bankdan hisob holatini tekshirishni maslahat beraman. Pul kelgan, kelmaganini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, to'lov reyestrida ismingiz bor yo'qligini so'rang. Agar hujjat yetishmaydi deyishsa, aynan qaysi hujjat, qaysi sanagacha, qayerga topshirilishi kerakligini aniqlang. Ikkinchi savol: hujjat topshirsam, to'xtagan oylar uchun pul qaytariladimi? Ko'p holatda. Agar sizning pensiya olish huquqingiz saqlangan bo'lsa va faqat tasdiqlovchi hujjat kechikkan bo'lsa, qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqiladi. Lekin bu har bir vaziyatda alohida aniqlanadi. Shuning uchun baribir keyin berishadi deb beparvo bo'lmang. Vaqtda topshirish eng to'g'ri yo'l. 3-savol: yangi ma'lumotnoma hammaga majburiymi? Yo'q, hammaga bir xil majburiy deb tushunmaslik kerak. Bu ko'proq ma'lumoti yangilanishi kerak bo'lgan, muddatli hujjati bor, holati o'zgargan yoki tizimda nomuvofiqlik chiqqan fuqarolarga tegishli bo'ladi. Ammo o'zingizning holatingizni tekshirib qo'yish baribir foydali. 4-savol: hujjatni internet orqali topshirsa bo'ladimi? Ayrim xizmatlar elektron tarzda mavjud bo'lishi mumkin, lekin hamma hududda ham, hamma pensiya turi bo'yicha ham bir xil ishlamasligi mumkin. Agar elektron topshirsangiz, yuborilganligi haqida tasdiqni saqlang. Agar shubha bo'lsa, shaxsan borib qabul qilinganini tekshiring. 5-savol: firibgarlardan qanday saqlanaman? Juda oddiy qoida bor. SMS kod, karta PIN kodi. Kartaning orqa tomonidagi maxfiy raqam, bank iloji paroli hech kimga aytilmaydi. Hatto u odam o'zini pensiya bo'limidanman desa ham, rasmiy xodim bunday ma'lumot so'ramaydi. Pensiyani tiklash uchun pul o'tkazish, tezlashtirib beraman deb haq talab qilish ham shubhali holat. Faqat rasmiy kassalar, rasmiy arizalar va qonuniy tartib bilan ish qiling. Men bugun sizga 10 oktyabrdan keyin pensiya yoki nafaqa to'lovi yangi ma'lumotnoma, muddati o'tgan hujjat
bank rekviziti, yashash joyi. O'qish holati yoki nogironlik xulosasi sababli vaqtincha ushlanib qolishi mumkinligini tushuntirdim. Eng muhim fikr shuki, hamma birdek qo'rqmasin, lekin xavf guruhidagi odamlar albatta tekshirsin. Hujjat muddati, bank kartasi, o'qish ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, manzil va shaxsiy ma'lumotlar tartibda bo'lsa, muammoning oldi olinadi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu gunoh hujjatlarni bir ko'zdan kechiring. Ayniqsa, yolg'iz keksalar, nogironligi bor insonlar, talaba farzandlar va chet elga chiqib kelgan pensionerlarga yordam bering. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda yangi ma'lumotnoma so'rashdimi? Pensiya to'lovida kechikish bo'ldimi? Qaysi hujjat talab qilindi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.